Bugun Zulfiya Isroilova tavallud topgan kun. Bahor kuychisi, sadoqat va vafo timsoli Zulfiya xonim 1915-yili Toshkent shahrida hunarmand oilasida dunyoga kelgan. U xotin-qizlar bilim yurtida tahsil olgan yillarida adabiy to'garaklarda faol qatnashib, she'r mashq qila boshlaydi. Zulfiya 17 yoshida o'zining ilk she'riy to'plami Hayot varaqlarini nashr ettiradi. 1935-1938 yillarda O'zbekiston Fanlar akademiyasi, Til va adabiyot instituti aspiranturasida tahsil olgan. 1938-1948 yillarda nashriyotlarda muharrir va bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan. 1950-1953-yillarda O'zbekiston xotin-qizlari, hozirgi Saodat jurnalida bo'lim boshlig'i, 1953-1980-yillarda esa bosh muharrir lavozimida faoliyat yuritgan. O'ylar va shalola she'riy to'plamlari uchun Hamza nomidagi Respublika davlat mukofotiga sazovor bo'lgan. Atoqli shoira 1996-yil avgust oyida 81 yoshida vafot etgan. Har safhang o'qilgich yangi bir kitob. O'tmishmi, ertami tug'ilar har bob. Yashash va yozishga qilganda xitob. Sukut hijolatni yutmoq azmida seni kuylayman hayot. Har fasl bir ajib tarovat to'ksa, to'kin kuz hosili shoxlarni buksa, yangi rizq, yomg'ir qor tog'larga cho'ksa, bahor gulin ko'zga surtmoq azmida seni kuylayman hayot. Kuylayman, kuylamoq kun sari mushkul. Men senman, sen mening borlig'im butkul. Ustimga yuk ortib, qo'limdan tutkil. Bu baxtni nazmga to'kmoq azmida seni kuylayman hayot.